Namanganda, butun O'zbekistonda trendda bo'lgan Abdulloh choychidamiz. Xush kelibsizlar. Sabochi akam, bizni eng ko'p ketadigan karak choyimiz sutli. Bu mevali mix choyimiz, limon imbirli, shomollasangiz. Mana mehnat choyim deb ko'p kelishadi. Karkadek choylarimizni bahosini beringchi. Xo'p bo'ladi. Qo'qondan benazir shirinliklarini Namanganga Abdulloh choychiga olib kelib yeb ko'ramiz. Karak choydan ichib ko'ramiz. Hamma maqtagan karak choy. Benazir shirinliklari o'sha Turkiyadagi Galapa ko'chani shirinliklaridan ham shirinda bu. Choychi Abdullohda benazir shirinliklari yo'q. Haqiqatda choylarini maqtagancha bor ekan. Joylari ham, joylari o'zimizga xos. Odamning o'chirikligini ko'ryapsizlar. Butun O'zbekistondan choy ichgani qiziqib hamma kelyapti. Qishda shobodalashlarga qarshi imbir choylari ham bor ekan. Ichida olma qoqilari ham bor ekan. Choychi Abdullohda обязательно shikalant berishar ekanlar. Shikalantlaridan ham yeb ko'ramiz. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Barchalaringni Namanganda Choychi Abdullohda kutib qolamiz. Sog' salomat bo'lasizlar.